Tabriklaymiz, siz 10 million so'm yutib oldingiz. Depozit kiriting, pulingizni 2 barobar qilib beramiz. Siz ham aynan shunday xabarlarga duch kelganmisiz? Aynan shundan boshlanadi firibgarlik. Bugungi video sizni bunday tuzoqlardan qanday himoya qilish haqida. Videoni diqqat bilan ko'ring, o'zingizni va telefoningizni asrang. Hozirda firibgarlar ishlatayotgan 3 ta usul bilan sizni tanishtiraman. Uchinchisi aniq sizni hayron qoldiradi. Let's go. Birinchisi, APK Telegram dasturi. Telegramdan dastur video tahrirlash yoki premium versiya kabi soxta fayllarni sizga yuboradi. Siz shunda telefoningizga o'rnatasiz hamda telefoningiz shu ondan boshlab to'liq nazorat ostida bo'ladi. Shuningdek, mikrofoningiz, kamerangiz, hatto bankingiz ham. Ikkinchi, soxta sovrinli o'yinlar. Siz tanlovda g'olib bo'ldingiz deyishadi. Sovrinni olish uchun 1 million to'lash kerak bo'ladi. Siz pulni to'laysiz va ular yo'q bo'lib ketishadi. Esda tuting, oson pul yo'q. Uchinchisi, Instagramda hujjatsiz, garovsiz 100 million so'mgacha kredit olib beramiz degan reklamalarga ko'zingiz tushgandir albatta. Shu zahoti linkni bosasiz, o'zingiz bilmagan holda pasport ma'lumotlari, karta raqamlari va SMS kodni kiritib qo'yasiz. Qarabsizki, hisobingizda nol so'm. Shunaqa vaziyatlarga uchrab qolmaslik uchun nima qilish kerak? Noma'lum APK fayllarni o'rnatmang. Pul yutdingiz degan xabarlarga ishonmang. Karta raqamlaringizni hech kimga yubormang. Ilovalarga ruxsat berayotganda ehtiyot bo'ling. Telegramda notanish botlarga ma'lumot yozmang. Agar shunga qaramay aldangan bo'lsangiz, xavotir olmang. Siz yolg'iz emassiz. Agar siz firibgarlar qurboni bo'lgan bo'lsangiz, darhol 102 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qiling. Bu raqam orqali sizni tegishli bo'limga yo'naltirishadi va zaruriy yordam olasiz. Ogoh bo'ling, boshqalarni ham ogohlantiring.